Assalomu alaykum. Endi biz limon arayamiz. Hozir tashqarida yomg'ir. Endi men sizlarga bir narsa ko'rsataman. Mana apelsinimiz. Endi shuni men ulaganman-da. Shuni bir ko'rsatmoqchiman sizlarga. Mana bu limon, mana. Mana shu limonni taydan chiqqan, mana shu limon bo'lib chiqqan. Endi ko'rinadimi, ko'rinmaydimi? Mana shu tepasidagi apelsin. Iskana qilib ulaganman. Mana. Apelsinning bakida u archaga o'xshagan joy bo'lar ekanda. Limonda yo'q mana. İşte tagida archaga o'xshagan nimasi bo'lar ekan. Apelsinlarimiz necha urib qo'yganman. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha operatsiya qilganmiz. Taylarni ag'darib, dorilarini solib, endi xudo xolasa buni tagini mana buni qilib ochish kerak ekan-a. Bunday qilib ochib, men sovuq urgan edi. Xullas suv mashitiga tanasiga chiqmasligi kerak ekan. Mashitdan chirar ekanda bu, chirib qurib qolar ekan. İmkon qadar ariqni uzoqroq qilish kerak ekan. Keyin buni ko'mib ham yormaslik kerak ekan-da, tuproq tegizmaslik kerak ekan. Mana shu nam badaniga tegmaslik kerak ekan. Endi mana mashitda mana mashinam aynigan. Endi qo'limizdan kelgancha nima qildik-ku? Taylari yaxshi. Sovuq urganda erkak shaxdan chiqqanda endi bular ham. Mana bo'lib mana. Endi bu yil turaversin-chi. Ko'ramiz-da endi. Mana shu Tbilisamda 20 tut limonim bor. Tbilisamning uzunligi 26,5 metr. Eni 9. Mana shu limonning orasi 3 metr o'rtasi. Endi necha kunlar isisa bir qator suvda yaxshilab yuvib yuboraman. Mana ag'darilyapti yerlar. Termizlari olingan yo'q. Tashqarida yomg'ir. Endi men ko'rsatganimki, ulash juda oson ekanda endi. Xudo xolasa qalamcha ham qilaman endi limonda. Xudo xolasa uni ham ko'rsataman. Mayli, sog' bo'linglar.